Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiya institutining neft va gazni qayta ishlash kimyo texnologiyasi kafedrasi 22-23 guruh talabasi Halil Fumidjon. Mening mavzuyim qurilmasining texnologik sxemasi. Mana bug'li isitgich, ya'ni bu bug'li isitgich, 2 o'choq, ilon-izli o'choq, keyin toblovchi apparat, uchinchisi, to'rtinchisi esa bug'li qizdirgich. Mana. Keyin Piroluz qurilmasining asosiy xomashyosi benzin hisoblanadi. Keyin benzin birinchi reformatda, ya'ni birdan kirgiziladi, keyin 2 ga o'choqqa qo'yiladi, hisoblanadi. Ya'ni benzin solganimizdan keyin buni suyuq aralashma ham solsak bo'ladi. Ya'ni 1.3 megapaskal bosimda issiqlik almashtirgich birga yetkazib beriladi. Ya'ni birdan tushgandan keyin bunga tushib keladi. Bundan o'tgandan keyin 3-chi anoga qo'yiladi. Ya'ni keyinchalik 5.5, ya'ni qozon utilizatori bunga va bunga keladi. Bundan 7 ga o'tadi. 7-inchisi bug' yig'gich. Bu bug' yig'gich, ya'ni bu reftikatsion kolonna 8. Bulardan o'tib reftikatsion kolonnaga qo'yiladi va bunda 8-inchisida bunda 840-850 gradusda haroratda reaksiya sodir bo'ladi. Kondensatning bug'lanish issiqligi hisobiga piroliz gazining haroratini 700 gradusgacha sovutish, pasaytirish mumkin. Keyin bu yerdan gaz toblovchi apparatdan to'g'ri reftikatsion kolonnaga qo'yiladi. Ya'ni benzinning og'ir qismi, ya'ni moy qismi tagiga qo'yilib qoladi. Bunda bu yerdan 8 dan chiqib ketadi, ya'ni 6 ga qo'yilganda, ya'ni nasos orqali ko'tarib beriladi. Va oxirida 13 dan 13-chi anoga kelib qo'yiladi, keyin 12 ga qo'yiladi, ya'ni idishga qo'yiladi. Idishdan to'g'ri bu yerdan chiqib ketadi va oxirida